O'rtoqlar, assalomu alaykum. Sergeli o'zgarish Ma'rifot masjidining yonidagi 1.6 sotixli kottejimizning obzorini ko'ramiz. Kottejga katta darvoza, kalitkasi bor. Kirganda keng hovli kutib oladi. Kottejimizda bir taxminan 4 ta 5 ta mashina sig'adi. Kravat, stul qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ko'chaga bitta sanuzul qoldirilgan. Ichlarini ko'rsataman. Ichkariga kiramiz. Bismillah. Bizani hovli kutib oladi. Koridor gilamlar ham yangi yozilgan. O'ng qo'lda sraz oshxona. Yangi kuxunliklar, холодильник, pech, gaz, hamma narsa bor, stul. To'rda spanli, o'ng qo'lda zal. Mana zalda ham gilam, parda, konditsioner, lustralar bor. Spanli. Bu yoq birinchi etaj sanuzel. Ikkinchi etajga ko'rsatib o'taman. Ikkinchi etajga chiqdi, to'g'rida bizani detskiy xona kutib oladi. Mana shkafi, ikkita kravat, katta shkaf. Bu dars qilish uchun. Parda, lustra, hamma narsasi bor. Bu ham to'g'rida spanli, o'ng qo'lda ikkinchi etaj zal. Umumiy zal. Lizalargacha bor. Spanli. O'rtoqlar, uyimizda srochniy narxida. Narxini 105 ming so'rayapmiz. Uy o'zimizniki, primoy, makler realtorlar. Aloqaga chiqinglar.